Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi bir gaplari bor ekan. Bomdod namozini sunnatiga birinchi rak'atiga Alam nashroh laka sadrak surasini o'qishlik, ikkinchi rak'atiga Alam taro kayfa fa'ala robbuka bi ashabil filni o'qishlikni u kishi tavsiya qildilar. Aytdilarki, qasurat anhu yadu kulli zolimin va aduvin dedilar. Zolim ham, dushmanni har bir dushman va zolimni qo'li bu insonga yetmaydi dedilar. Bomdodni sunnatini avvalgi rak'atiga Alam nashroh, ikkinchi rak'atiga alhamdan keyin Alam taro kayfa surai fil surasini o'qisa, zolimni zulmidan, dushmanni yomonligidan Alloh sizga shunaqa najot beradiki, har chandon dushman sizga qo'lini uzatib, shunga ozor bersam, yomonlik qilsam deb harakat qilgan sari, siz ertaman turib bomdod sunnatidan ana ikkita surani o'qib qo'ysiz, hech nimaga qo'li yetmas ekan. Manzaligini qarang. Namoz odamda hamma yo'g'i Allohning himoyasida bo'ladi-da. Man salla salata